Dunyoning eng chong imperatorlaridan biri bo'lgan Hulagu xon Bag'dod shahrini ishg'ol qilgandan keyin butun askarlarga shahardagi barliq tijoratchilarning do'kon saroylarini, fuqarolarning uylarini, butun kishilarni bulang-talang qilishni va o'ldirishni buyurdi. Ve Bag'dod shahrida 400 mingdan ortiq musulmonning kallasini oladi. Askarlar Hulagu xonning oldiga yosh bir musulmon yigitni elib keldi va askarlar uning kallasini olmoqchi bo'ldi. Bu yigitning dadasi Hulagu xonga yelinib, yalvarib, yig'lab, "Meni o'ldirgin, o'g'limni o'ldirma" deb yalvardi. Hulagu xon bo'lsa, tajovuzchi dushman vataniga ishg'ol qilish uchun kelayotgan vaqtida dushmanga qarshi urush qilib o'lmagan kishi vatani ishg'ol qilingandan keyin o'limga mahkum deb o yigitni o'ldirdi. Ve öz vatanini qo'g'lamaydigan farzand tarbiyalagan dada ham o'limga mahkum deb dadasini o'ldirdi. Ve bütün Bag'dod shahridagi necha minglagan kitobxonalarni, masjidlarni va qasr saroylarini ko'ydirib, yer bilan yeksan qilib tashlaydi. Bu zolim hukmdor Hulagu xon qilgan zulm va qatliamning hammani qilib bo'lgandan keyin Bag'dodliklarga shunday xabar soladi. Haqiqatan insonlarni va dunyoni Alloh yaratgan bo'lsa, islomdan haq bo'lsa, musulmonlarning eng chong olimlaridan biri men bilan suhbat qilsin degan chaqiriqni aytdi. Tabiiyki hech bir olim, hech bir imom bu zolim podshohning oldiga chiqishni xohlamaydi. Haqiqatni bu zolim podshohga oshkorlash uchun hech kimning chiqolmaganligini ko'rgan Qozixon ismli bir yosh yigit zolimning oldida haqni so'zlash uchun Hulagu xon bilan ko'rishishni talab qildi. Bu yosh yigit farosatda, jasoratda, aqlda, alamda va qalamda yetishgan bo'lganligi uchun Hulagu xonning bu yosh yigitni qanday qarshılaydiganligini taxmin qilib, yo'lga chiqishdan avval yiniga bir to'ga, o'chka va xo'rozni elib oladi. Bu yosh yigit Hulagu xonning saroyiga kirgandan keyin Hulagu xon bu kishiga inchiklab qaragandan keyin musulmonlarning orasida tuzukroq birasi chiqmadimi? Men bilan ko'rishga hech kim jasorat qilolmadimi? Musulmonlar mening qarshimga chiqishga jasorat qilolmay, bu kichik bolani avatibdi deydi. Bu jasur yosh yigit Qozixon hech tamtirmasdan, ikkilanmasdan zolim podshohning ko'ziga jasurona tikilib qarab turib, "Agar sen yigit bo'yliq baslik biri bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, mening to'ygim bilan ko'rish. Agar saqili bo'lgan birisi bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, o'shgan bilan ko'rish. Agar ovozi mo'ngloq, ovozi yangroq biri bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, xo'rzi bilan ko'rish" deydi. Hulagu xon bu yosh yigitning jasoratiga va so'zlariga qoyil bo'lgandek, "Aytibaqina yigit, agar sizlarning dininglar haq bo'lsa, Allohinglar bo'lsa, nima uchun sizlarga yordam qilmaydi? Nima uchun men sizlarning ustingizdan g'alaba qilaman? Menga o'xshash zolim birisini sizlarning ustingizga musallat qiladi" deb so'raydi. Bu Qozixon ismli jasur yigit, chunki biz Allohning bizga bergan ne'matlariga shukr qilolmadik. Qalbimizda kibr qoplab ketdi. O'zimizning yo'l boshlarini yaratmadik. Atrofimizdagi do'stlarimizni qisqar izladik. Dunyo hayotiga berilib, oxiratligimiz uchun tirishmadik. Shuning uchun bizning Rabbimiz Alloh bizni jazolash uchun, bizga bergan ne'matlarini qaytarilish uchun sana o'xshash zolim birni avatdi deydi. Hulagu xon ikkinchi savolni so'raydi. Undaqda aytib boqina, sizlarni mening qo'limdan kim qutqizadi? Yosh yigit hech ikkilanmasdan shunday deydi. Agar biz Allohning bizga bergan ne'matlariga shukr qilsak, o'zaro bir-birimiz bilan ixtilof qilishmay, bir-birimizning xatolarini kechirib, bir-birimizga kam qilsak va qarindoshlarcha muomala qilsak, qalbimizga kibrni o'ldirib, o'zimizning bir qul ekanligini xotirlasak, dunyo hayotiga intilishdan oxiratlik jannatimizga intilasak, dinimizga qaytgan vaqtimizda sen bizga zulm qilolmaysan, vatanimizga ishg'ol etishni davom qilolmaysan deb javob berdi. Bunun o'xshash tarixlar yillardan beri qayta davomlashmoqda. Biz Sharqiy Turkistonliklarning tarixi mushu hikoyadagi kishilarning qissasiga o'xshab ketadi. Agar bir qavmning qiz o'g'illari o'z xalqi uchun, vatani uchun fidokorlik ko'rsatmasa, haq va adolat uchun o'zini, mol-mulkini va barlig'ini qurbon qilib o'tadigan erkaklar bo'lmasa, u millat g'aflat va uyqu ichida demakdir. Ümmet üçün, millet üçün qurbanlıq berayotganlarni, fidokorlik ko'rsatayotganlarni qo'llab-quvvatlaydigan xalq bo'lmasa, o qavmning ichidan hargizmi qahramonlar chiqmaydi. Hech kim bu xalq va o qavm uchun fidokorlik ko'rsatmaydi. Agar bir qavm ichida fidokorlik ko'rsatadigan, yo'l boshlab mangadigan jasurona kishilar bo'lmasa, o qavm boshqa davlatlardan, boshqa qavmlardan, boshqa kishilardan umid kuturgan, tomorgarlikni o'ziga kesib qilib oladigan, beshiga bir musibat kelsa hal qilish uchun, "Avu nima uchun qilmaydi? Ma'u nima uchun qilmaydi? Aslida palonchi qilish kerak edi. Nima uchun bu xizmatlar qilinmaydi?" deganga o'xshash mas'uliyatni, burchini boshqalarga yuklaydigan, aslida vatanni, xalqni, dinni, haqiqatni qo'g'lash mening burchim deydigan ongni yo'tirib qo'ydigan, ahamiyatsiz va palpatish fikrlar bilan, gap so'zlar bilan zulmat ichida qorong'ulik ichida g'oyib bo'ladi. Har bir qavmning yuz minglar ichidagi, millionlar ichidagi har bir shaxs, har bir nafar qila olmayman. Men qayerda, qanday vaqtda, qaysi shaklda qurbonlik bera olmayman deydigan, qurbonlik beradigan vaqtni, joyni izlaydigan, intiladigan, umid qiladigan ideya va ruh bo'lmasa, o'z xalqiga, diniga, vijdoniga vafosizlik qilgan bo'ldi. Bo'lib biz musulmonlar o'zimizni qurbon qilish, fidokorlik ko'rsatish,
dinimizni qo'llash uchun, haqqimizni, adolatni qo'llash uchun o'zimizning jinini, milini fido qilib turib, islom dinimizni qo'llab yashashimiz kerak. Hargizmi dinni, oyatni, hadisni bahona qilib turib, setib turib, o'zimizning shaxsiy hayotini go'zallashtirib, dinimizni setib yashamasligimiz kerak. Dinimizni shaxsiy hayotimizga emas, o'zimizning shaxsiy hayotini dinimizga bo'ysundirib yashashimiz kerak. Jasorat va fidokorlik hech qanday insonning umrini qisqartira olmaydi. Qo'rqinchoqlik, bekinmachilik hech kimning umrini uzarta olmaydi. Agar biz, ya'ni har bir shaxs, yüz minglar ichidagi har bir kishi bir qahramonning o'tirg'i chiqib, ma'lum bir fidokorliklarni ko'rsatishini kutayotgan bo'lsa, boshqa bir shaxsning cho'ng ishlarni qilishini, qahramonlik ko'rsatishini, qurbonlik berishini kutayotgan bo'lsa, bu sizning ahmoqligingizni ko'rsatib turdi. Bo'libmi har bir Sharqiy Turkistonlik Allohning roziligi uchun, xalqimizning bu zillatdan qutulib izzatga erishish uchun, qulluqdan hurlik chiqishi uchun har bir shaxs fidokorlikqa va jasurlikqa, qurbonlik berishga butun kuchimiz bilan, butun vujudimiz bilan intilishimiz kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, qurbonlik berishdan qo'rqsak, badal to'lashdan qo'rqsak, men nima ish qila olmaydim, nima ishni vujudga chiqara olmaydim, men o'tirg'i chiqsam nima ish qilaman deganga o'xshash ahmoq fikrlar bilan har bir shaxs o'zini aldayotgan bo'lsa, buningga o'xshash men hech ish qila olmayman, nima ish qila olmaydim deydigan fikr yuz minglarcha insonlar bo'lgan bo'lsa, undaqda biz izzatni va hurlikni haq etmagan bo'lamiz. İzzatga va hurlikka, mustaqillikka loyiq bo'lolmagan bo'lamiz. Agarda siz va yoki boshqa birisi va yoki men ma'lum bir kishi qurbonlik beradigan bo'lsa, qahramonlik ko'rsatadigan bo'lsa, u kishidan ilhom olib, boshqa kishilar ruhiy oziq bo'lib, nurg'unlagan qahramonlar, nurg'unlagan fidokorlar sizga ergishib yetishib chiqadi. Kichikkina bir sarangi tilining qanchagan cho'nliqdagi narsalarni ko'ydirib, hukm talqin qilib o'tadiganligini unutib qolmasligimiz kerak. Yana tarixlarimizda o'tgan bir kishining qahramonligi, qurbonligi, shahidligi uchun necha yuz minglagan insonlarning qo'zg'alib ketganligini, nurg'unlagan yaxshi ishlarga sabab bo'lganligini unutmasligimiz kerak. Bu videoni ko'rayotgan qarindishim, siz atrofingizdagi kishilarga qarab, boshqa kishilarga qaragancha men yaxshiroq ish qilyapman-ku. Boshqalar nima bo'lsa, menga shu bo'ldi deganga o'xshash, o'zingizning tuvan qatlamdagi kishilar bilan silishtirish bilan emas, o'zingizni tarixda o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashgan sahobalarga silishtirish va o'zingizga namuna bo'lgan yaxshi kishilar bilan silishtirish orqali o'zingizga ilhom va ruhiy oziq toping va harakatga keling. Har bir insonning o'z nafsidan, o'zining qilgan ishidan so'raydiganligini unutib qolmang. Oxirida yana bir hikoya bilan videoni oxirlashtiray. Burunning burunida bir tomchi suv bir donishmanddan so'rabdi. "Ey donishmand, men qanday qilgan chog'da o'zimning mavjudligini mangu yo'qotib qo'ymayman?" Donishmand bir tomchi suv debdi. "Agar sen yomg'irga o'xshash, tomchi bo'lib, o'xshamaydigan zaminlarga tushsang, sen parga aylanib yoki tuproqqa sinib yo'qib ketsin. Agar sen o'zingning suluq xususiyatini mangu yo'qotmayman desang, cho'qim okeanuslarga qo'shilishing kerak" degan ekan. Biz bu parcha holatimizni, chechalang'i holatimizni cho'qim o'zgartirishimiz kerak. Bir necha yillik tarixdagi jamoatlarni, guruhlarni tekshirish orqali, ularning qilayotgan ishlarini xuloslash orqali o'zingiz yaxshi ko'radigan guruhga, jamoatga hamkorlashish orqali ularni kuchlantirib, xalqaro ko'zga ko'ringan bir Sharqiy Turkiston tashkilotini barpo qilish uchun tirishishimiz kerak. Agar siz bir shaxs bo'lib, bir Sharqiy Turkistonlik bo'lib, ma'lum bir Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilayotgan, Xitoyga qarshi harakat qilayotgan bir guruh bilan hamkorlasha olsangiz, ularga qo'shila olsangiz, ma'lum jihatlarda fikr o'xshamaydigan bir guruh bo'lsa-mu, ma'lum bir Sharqiy Turkistonning manfaati uchun Xitoyga qarshi xizmatlarda, faoliyatlarda, ish harakatlarda boshqa tashkilotlar bilan vaqtli bo'lsa hamkorlashib turib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarishga bir kishilik hissasini qo'shgan bo'lasiz. Agar siz Xitoyning siyosatiga aldanib, Uyg'urlarning birlashib ketishidan qo'rqayotgan, fitna fasod tarqatayotgan, shu fitnalardan zaharlangan bo'lsangiz, undaqda siz Xitoyga qarshi harakat qilayotgan, faoliyat qilayotgan insonlar bilan to'xtamay fikrlashib turishni hargiz to'xtatib qo'ymang. Ular bilan ham suhbat bo'ling. Mayli siz qaysi ideyada, qaysi aqidada bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizning to'g'ri deb bilgan maydoningizni o'tirg'i qo'yishga, ularga yetkazishga hargizmi sal qarmang. Haqiqiy to'g'ri yo'lda menish uchun to'xtamasdan izlaning, o'zingizni tekshirib turing. Hargizmi mas'uliyatni, xatolikni boshqalarga dengab o'zini oqlaydigan kishilardan bo'lmang. Agar siz va men Sharqiy Turkiston uchun oldi bilan qurbonlik berib, o'zimizning samimiyatini, Sharqiy Turkistonda haqiqatan bir qonunsizlikning, jinoyatning ishlanayotganligini samimiyatimiz bilan isbotlamasak, zulm ko'rayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, adolatsizlik uchrayotgan biz tirishchilik ko'rsatmasak, undaqda bizning boshqa davlatlardan, Turkiyadan, Amerikadan va yoki boshqa bir yerdan umid kutishimizning hojati yo'q, ulardan ag'irnishimizning hojati yo'q. Avval biz o'zimizning samimiyatini, har vaqt qurbonlik bera oladiganligimizni boshqalarning ko'ziga ko'rsatib qo'yaylik.